Assalomu alaykum. Mana o'tirma. Qo'qonda nomer 1 Hoji Ahmadjon mana hozir maxsus anjomida trekkerni moyni almashtirishda suyri bo'lgani uchun ichida tag qismida qolib ketgani uchun mana bunaqa yangi instrumentdan Qo'qonda birinchilardan bo'lib foydalanyapti. Mana kompressda urgandan keyin ham shuncha atxut chiqyapti yana. Bu falon pulga moy quygandan keyin bularni ham sifatini buzib yuborish ehtimoli katta ekanda. Shuning uchun yaxshilab bularni yaxshilab tozalab olish kerak. 100 gram atrofida chiqyapti-da. Bunga hozir yangi moy quyib yuborsak, polni qoraytirib yuboradi buni ham. Do'stimga mana like. Endi unga rasvot qilib riskovat qilyapman, u aniq-ku. Do'stimni mana ofisini bilasizlar-a? Bu yog'i Qo'qon Farg'ona yo'l. O'tarma sentrdan Palmani oldidan. Bu yog'i Yangiqo'rg'on yo'l, Qo'shtigirmon. Manzil tushundilaringiz. Sel Koreya. Nomer 1.